Assalomu alaykum. Anglayotganinglar tarixiy roman G'ani Batur. Avtori Ziyo Samadi. Paskina qavoqxoni bilan besham ayolning mehri kuchlik bo'ladi-ku. Aroqkashlar uchun Do'ng Sho'panning mehri shundoq kuchlik bo'ladigan. Boshqa joylarda ichib, oxiri berib, Do'ng Sho'panning erlang yoki silang ichmasa xumadan chiqmaydiganlar ko'p. Erlang 2 sar, silang 4 sar. G'uljining sharqiy qismidagi To'padang mahallasiga joylashgan bu qavoqxonaning eshik oldiga Silang Bugua U Guang, Balang Buchi Chuang. 4 sar ichmasang bekatdan o'tolmaysan, 8 sar ichmasang o'rningdan turolmaysan, deb Xitoycha yozilgan xat esiqliq turadi. İçermenler, çekermenler, oynarmenler to'laroq mushu atrofni agishidi. Ular baslashib ichishidi, talishib ichishidi, naq ichidi, nesiga ichidi. Topgan targini Xitoy janguidining g'allisiga tushidi. Qarzdor bo'lsa, Shansinning dang'isiga tushidi. Ularning hayot chaqi shu qilibdila peqiraydi. Dang'isiga, nesi yozadigan tizimga. G'inilar chiroq isidan beqsib tutaklashgan qavoqxonaga kirishdi. Ishton bag'dak tom eshilgan piliklardan xuddi turxundan chiqqandek istutak burqib chiqib turibdi. Sesi qaroq, ichigan saylar bilan qicha zag'unning ochiq isi qo'shilib, shundoq qansiq, qay qilg'idak badbo'y hosil bo'lganki, birinchi kirgan odam tunjuqib qilishi mumkin. Lekin doimliq cho'pqatlar ipar gullar soyasida o'ltirishgandek kulishib, chaqchaq qilishib, payza surishib o'ltirishdi. G'ini bo'sug'idan otlishi bilan ko'zlaridan ochiq yosh to'kildi. Qattiq tushkardi va ko'ngli aynib qay qilayotgani tasliq qoldi-da, o'zini taloq atdi. Nim bo'lding o'y? Sizlik bo'lgan xotindek qay qilib ketding-a? Xafa bo'ldi G'inining qilig'iga Ömer. Ha, Batur, ahvoling shumi? Jonon qizlardek ochiq busqa chidamay qolding-a? Ta'ni qildi Avud Kalva. Men senlarga o'xshash maxluq emas-da, dedi ko'zlaridan chiqqan ochiq yoshni surtib G'ini. Do'ng Sho'panga aloyatan kelib, erlangdan qaqmay ketsak, uyat bo'lar, Baturum, dedi Ömer yelingandek. To'nglikdagi to'qimni olg'izvatsak, ish urmaydi. Xitoy xalq degan so'qqa kayak, kichikkina yomg'ir yig'vidi, ishik to'nglikni dumilvatganini qara. Kaygandek qildi Avud. İlpet deganning rayini qaytarmoq tasqu, sala sula bilan 4 sardan tik turma qilishga ko'ndi G'ini. Ömer bilan Avud qavoqxonchi Lau Wangning qarzini vaqtida to'laydigan, dang'izining to'rida ismlari yiziqliq turadigan ishonchlik cho'pqatlari bo'lg'achqa, ularning iltimosini rad qilmay, to'nglikni yipib qo'ygan paxtaliq kona tushakni ichivetib, ularga kichikroq o'ngcha jo'zini bo'shtib berdi. To'nglik ichilgandan keyin beqsigan qo'yuq tutak beslagandek bo'ldi-yu, lekin Sho'pan ichidagi mananda o'ltirishgan odamlarning o'z ko'zlari layqa sudagi aksidek gerimsan ko'rinatdi. Ular chalvoqishib so'zlashatdi, nimalarnidir baslashatdi, kulishatdi. Bosh uchi yo'q naqshlarni boshlab qo'yib, oxirga yetkazmayla yengini aytishatdi. Ömerning buyurtmasi bo'yicha hech qachon yuyulmagan, maylishib paqirab, siyliqlashib ketgan hijrlarga 4 sardan jung, yana shundoqla yog'lashib, qasnoqlari kirlashgan sapalga tuzlagan po'choq, ichitgan samsoq, jusay, chilang dufullarni keltirdi. Ichayli, jo'rlar, ichayli. Bu yerning havosi keng, qancha vaqirab jaqirsaqmi hech kim qilmaydi. Qandoq dedim? Wang Janguida, deb beshi taqir, o'zi yog'liq qapoqdek paqirab turgan, badini kupdak dugilay Xitoyga qaradi Ömer. Ichsong, ketsong, dedi qapoqlarini mushtumdek turgan Wang. Yanchuqlarni tozlaysan-da, ondan duburga tepsan, shundoqmi Janguida, dedi G'ini. Qashqabosh Xitoy chashqan ninkidek mitiq ko'zlarini G'iniga qadg'inicha turib qoldi. Men bilidu shu, qo'g'laydu desong, yana kelson deydi. O'ziga ishongandek
tuttur tishlarini hingaytib kuldi qavaqchi Xitoy. Biz xalqning postiga rasa kiryapti-da, muni tulumchashqan, dedi-de, yerdagi haraqni zarda qilib ichivetdi G'ini. Uningga hech narsa xo'sh yoqmadi. Atrofdagi varang-churunglargami quloq solmay, bu yerga kirib qolganligini unutgandek bir qiyofatda jim bo'lib ketdi. Balki ilpiting qarg'i bo'lsa yeyishing tizak degandek, muni odam emas, eshakmi turmaydigan sisiq maynachilikka kelginiga o'kinib, o'ziga o'zi koyiyotgandu. Yoki haraq ichib o'ltirishgan yoshlarning guldek umrini, takrorlanmaydigan yoshlik bahorini mushundoq iflos to'ng'iz xonadinmi battar haraq xonada o'tkazib, aql zehnini bulg'ab nakolishishiga o'kindimi? Yoki bo'lmasa, avu haraq kupiga yo'linib, atrofga xo'jayinlarcha nazar tashlab turgan yolg'iz bir Xitoy shuncha chantularni aldab-saldab, zaharlab, xomush qilib, keraksiz maxluqlarga aylantirganligiga ich-ichidan titib bo'layotgandu. Har holda chiroyini ochmay o'ltadi. Apangni sig'inib qolmagansan, sahroliq. Deming ichingga tushib ketdi, ta'ni qildi Avud. Bu dimiqda iching pishgan bo'lsa, uka, uyga ketayli, dedi Umar. Oshnam na ketdi, balaxon shoyog'i ketdi. Yuringlar, oshniga ketdik. Hashim Tokoning tili munaklashib, so'zining oxirini ulashtirolmadi. U faqat oshna iborasini takrorlaydi. Demim siqilib ketdi. Ketdik. G'ini o'rnidan turib mingishiga kimdir. Sarang shoyining chiriklari. Eliqi bulusqu. U rasa qandin. O'ng'icha maxsus tikilgan chirik kiyimlik bulus va uning keynida qo'chaqdek yasangan chiroyli ikki chirik ular bilan billa G'ujak Shanyuning o'g'li Tusuq kirib kelishdi. Shu vaqtlarda Ili viloyatining doti, valisining o'g'li Shoyi, uning talva qiliqlaridan bizar bo'lgan xalq uni Sarang Shoyu deb ataydigan. Qiladigan qiliq topolmagandek 40-50cha yosh chiroyli besaqal Uyg'ur bolalaridan tarkib topgan shaxsiy muhofizatchi atrat qurgan. Bu shaxsiy muhofizachilar bir tarafdan Sarang Shoyini muhofizat qiladi ekan, yana bir tarafdan uning fohisha buzuqchiliklariga hamdam bo'lishadi. Agar Sarang Shoyi Kolaskada otliq yoki mapida sayla tomoshaga chiqadi ekan, ashu tekiz muhofizatchi chiriklari oldi keyinda qo'g'dab mingishib, yiroqdinla ko'chalarni bo'shatqizib, dab-daba bilan mangadigan. Sarang Shoyini ko'rgandila to'xtab bosh egib hurmat bildirmagan chantolarni shu yerdala qamchilaydi yoki bir necha kun saysiga ishlatadi. Agar Sarang Shoyiga qarab uqishmay kulib qo'ygan kishining holiga voy, uning o'rni yomul zindon. Bagdinmu g'altisi yomon, bo'kini aka desa beshini kesib keladi degan gap bor-ku. Muhofizachilarning boshlig'i Bolus ismlik Payjang. Sarang Shoyi birni desa 10ni qiladigan, hatto lomodiliq vazifasini o'taydigan bu qizli ko'z murtad odamlarni qo'rqitib pulini ilish, xohlagancha zo'rliq qilish bilan shug'ullanib, hammalar yerni temiz qilib yuradigan. Ashu qizil ko'z, xushburun, do'qi manglay, ot uzluk, ustida chirik kiyim Bolus shopaning bo'sog'isini atlamayla. G'ini o'g'ri bormi? deb so'radi. Maydisini kergan holda qaynagan qozonga sovuq suv quygandek bayotin qaynab turgan shavqun birdan jimib qoldi. Bu jimjitlikni salmoqliq ovoz buzdi. G'ini degan monaman. 2 qadam olg'a chiqdi G'ini. Oldimizga tushib mang. Xitoy amaldorlariga qiyosan buyruq qildi Bulus Payjang. Oldinga tushib mangdigan o'ynash qilib tutilib qolgan xotiningmidim? G'inining zardalik tanisiga shundoq kulka ko'tarildiki, hatto haraqdan bo'shigan qachoq quchilar jaranglab ketdi. "O'shkallang bilan so'zla, o'g'ri!" devayladi izo alamdan titragan Bulus Payjang. Digini degan, atkini atgan bo'lib yurgan bu Sarang Shoyining o'ng qanoti G'inining o'z tura raddiyasi, xususan munu kushandilarning kulkisi uningga alam qilgan edi. U o'zini o'nglab zarbiga tayyorlangicha G'ini ikkinchi so'z peshvasini berdi.
Meni o'g'ri deb 2 qatim tilga olding. 3-chi qatim o'g'ri deydikansan, 32 tishingni so'ngingdan chiqaraman. Bu dodansilni tonimayotidi, Buluspayjon, dedi Bulusning keyniga o'tib olgan Tusuq. Bulusning og'zini maylab, uni qalqon qilmay, bu yoq chiq Tusuq. Qo'yningdagi xotinni tartqizib qo'ygan odam, qiz apqichib nima qilatding? Uningdan ko'ra ata mol bozorga chiqib, bir oq taqay setib olda, shaharni bo'shat. Yana kulka yangradi. Bulusmu hijaydi-yu, payjonliq salopitini yo'qotmaslikqa tirishdi. U o'nining boricha "Mangamsan yo'qmi?" O o'g'ri iborasi uning og'zida qoldi. Naga bo'ladi? Do'tay yomulg'a. Mening u yerda nima kirgim barkin? Sarangshoyining bilini tutib, beshini yelpiydigan 40-50 laliguchlari ozliq qildimi? Bu zardisiga chidolmagan Bulus ochiq hasratida G'iniga etildi. Uningga qo'shila 2 tekiz chirik va Tusuqmi birlashib yepishdi-yu, xada tashtak tik turib olgan G'inini bir qadammi qo'zg'atolmadi. 4 odam yepishib, tech turib bergan bir o'g'rini o'rnidan qo'zg'atolmasa, nima degan rasvochilik? Hamma ismini anglaganda tik turadigan Buluspayjon bo'lgani qani? Xap, munu cho'ri deb turishgan rodopaylarning zongliq kulkisiga o'laymi texi? Kuch ilisholmagan Payjon amdi qurolga tayanmoq bo'ldi. Atimolim tapanchisini qepidan chiqardi-yu, lekin shu an qo'lidan uchib ketganini sezmay, "Voy qulim!" deb ingrab to'lg'inib ketdi. Tapancha G'inining oyoq peshvasidan uchib berib, og'zi ochiq turgan haroq kuplarining biriga tushgan edi. Bu qatimmu G'inini olqishlagandek chuqan ko'tarildi. Ba'zilar "Yashab ket, bopildingda" deb vaqirashdi. "Amdi yetar, osti ketayli uka" deb G'inining peshidan tortdi Ömer. "Qancha degan bilan hukumat odimi-da", dedi tashvishlangan Avud Kalva. "Qo'rqishsan ketishiver", pisand qilmadi G'ini. Sen ketsung ukangza, iltimos qildi qovoqchi Xitoy. G'inining aftidan yilg'u chantu Payjon ekan, shoyi kelsimu bu qaysar to'polon chiqarib, hammani o'ngtay-to'ngtay qilib etishiga ko'zi yetganlikdan. Ketsi shoyi loyilarning tapinini yalab, kunduzi o'z qon qarindoshlarini urib so'qib, busunchi qilib kun ko'rgicha ishdan baqqa bo'g'ilib o'lsangchu, Xitoy gandisini yegan iflos, dedi-da, Madaxan ko'ynigining izmisini itib, pashmitini mursiga tashlab, long besib, ishik tarafga mangdi G'ini va bo'sog'ida to'xtab, "Palpistakka o'xshash tapanchani ko'rgan odamga tanglaverma, qizli ko'z Payjon", deb xitob qildi va pashqiqib chiqib ketdi. Ko'p vaqtlarda kuch quvvatib zo'r odamlarning pam-parasti kam, aqli kota, xomushroq bo'ladi-ku. Ammo texi yosh bo'lsa-mu, G'inida har ikki xislat, kuch, g'ayrat va pam-parasat qo'shilib kelganlikdan uning insoniy sifatini oshirib turadigan, so'zga so'z, kuchga kuch har ikkilasi hemisham tangpung. Döng Shopan shaharning g'ayvat shikoyat markazlaridan biri bo'lg'achqa, oqshomqi vaqa atisla shahar bo'ylab tarilib, ko'pni kuldirib, hammani degidak xushal qilgan edi. Hukumatning ishonchlik odamiga so'z qaytirib, uni haqoratlagan, ishonganlarmi bor, ishonmaganlarmi bor. Milliy hissiyoti borlar g'oyivani G'iniga oprinlar o'qiydi ekan. Milliy murtadlar, ozg'unlar G'inini dodan deb ayblashdi. Hukumat doiralari bo'lsa, masalaga shaxsiy to'qinish deb qaramay, cho'nqurroq tahlil qilib, G'inini qora dang'iziga yezib, vaqtida piyni qirqish uchun topshiriqlar berishdi. G'azabnak bo'lgan Sarangshoyi 10 necha muhofizatchi cheriklarini qurollantirib, shu kechsila Döng Shoponga kelib, texi tarqashmagan aroqkashlarni teripran qilgandan keyin G'ini bardo deb taxmin qilgan barliq Döng o'tanglarni, tunish bilishlarning uy joylarini aqtirib, o'ngtay-to'ngtay qilishdi. Ko'plagan odamlar shapaloq yedi, mush yedi, qamchi yedi. Tükrükdek o'zlari yilimlashdi, lekin G'ini tepilmadi. Hech kim ko'rdim demedi. G'ini Shopondan chiqib,
udul to'pa danga keldida etini to'qib amdila otlanmoq bo'lib turishiga hasirab bo'midab kelishgan ikki ilpiti tangla otning tizginiga yepishdi. Kallamni çurt üzvetsangmi, seni bugün uyumda qondirmay qo'yib bermayman. Yo'q, Batur bugun mening mehminim bo'ladi. Uning bugungi qaysarligi uchun balamni so'yib, beshidan sadaqa qilishga tayyorman. Balangning go'shi nimaga yetidi? O'zingni so'yayli, dedi Avudning yasalma takallufini sezgan G'ini. Mayli, sadaqa bo'lay. To'xtag'ina, nadiki yapti gapni qilmay, kalvani silkivetdi Ömer. Bugünkü gün cidel gavga bilen ötdi. Hiçbir joң sözleşelmedik. Seni muşundakla koyup berişke az bir ay xuda ko'nglim tinmaydi uka. Araqni to'la ichib, aqldan ezibsizlar, qapoq boshlar, dedi jiddiy holda G'ini. Ha, nim bo'ptimiz? Deyishdi chala maslar. Eliqi bulus degan sho'vak kuchuklarini agashtirib mening piyimga tushar. Sarang sho'yimo billa atlanar tixi. Ularning maslahati bitmay, cho'ng ko'chidan otlarning to'pirlishi anglandi. Ashular, dedi huduqqan Avud kalva. Ketayli, tarqilinglar, meni deb balo qilmanglar. Menmo yo'limga mangay. Agar do'qurishib qolg'idak bo'lsa, ot ustida sinisharmiz. Sarangmisan? Terikdi Ömer. Sho'yi vaqtida etibtishdan yanmaydi. Jur bu yoqqa. U yulub degidek otning cho'lvarini qo'liga oldi. Ular Qaradong mahallasidagi uylari qator shinadek qo'yuq xalta ko'chining taqilishiga silingan tam uyning eshik oldiga kelganda bosh to'xu chilladi. Paka qo'sh qo'viqdan G'ini egilib ichkari kirdi. Ko'rang qashqining egar to'qimlarini serib ilvatgandila aram deganda qo'sh qo'viqdan sig'di. Sirti xaraba ko'ringan ho'yla aram saramjon, hatto ho'ylining bir chetida apchil o'qurmu bor ekan. Qo'sh momsham yiqilibdi. Chasa kelgan uy ichi yaltirab ketgandek bo'ldi. Mihrobcha uyuqlarda odam bo'yi ko'rpa yotqanlar, jup pinglar, qacha qo'mishlar, tomlarda zilcha gilamlar. Xona cho'risiga bo'lsa zadvals esilgan bo'lib, ho'yla tarafga qaraydigan ikki derazaga gullik parda tortilgan. Bularning hammasi milliy xususiyatga rioya qilinganligi bilinib turibdi. Xuddi mehmon kelishini kutgandek, xona o'ttirisiga qo'yilgan dugulak jo'za ustiga yal yemishlar tizilib, oq lo'nga bilan yepib qo'yibdi. Jo'zning to'rt tarafiga qalin ko'rpalar siliqliq, yo'lansang mamuq yostiqlarmi bor. Uy kayfiyati aramujonlikqa taklif qilgandek. Nima bo'lsa shu bo'lsin. Bu uyning anaxini esil xotin o'xshaydi, dedi uy saramjonligiga hayron bo'lgan G'ini. Qizi onasidanmi esil, deb miyig'ida kuldi Ömer. Ichkarki uyga kirib ketavetib. G'ini kalvaning so'zini anglamasqa saldi. Pashmitini yonga qo'yib, yostiqqa yo'landi. Qiz cho'kanning eti chiqqanda yuragi o'ynab, ixtirosliq tuyg'ularga beriladigan paytlarmi bo'ladigan. Burti xat tartgan chaqlardila qiz cho'kanlarning oldini to'rab, jalolarini ko'rgan bo'lib, chosh tangisini qiyivaldigan, tuyuqsiz tam atlab bog'larda paydo bo'lib, gulanguch o'ynayotgan qiz cho'kanlarni qo'rqitadigan odati bo'ladigan. Mahallaning qizlari uningdan ayminatdi-yu, ammo qayrilib ko'rgisi keladi. Kichik bola chig'ida sho'xligi uchun dadasidan tayoq yegan chog'laridimu, akalarini yordamga chaqirmay, hamshirlarining etini tiliga oladi va shuningdan og'rig'i besilgandek qiladi. Uning quloqlariga ayol kishining ovozi kirdi. Ha, uyda uxlayotidi. Maryamni surish qilib qolding-a? Surishtirsam nim bo'pti? Quloqni har qancha ding tutsimi, oxirini anglayolmadi G'ini. Az o'tmay Ömer qaytib kelib, jo'zga yipilgan dasturxonni ochdi. Uning kaynidilla egiz bo'y, ot uzluk, qiniq o'sma qo'yilgan qoshlari, qapoqlarini yipib turgan, quloqlarida xo'roz tojisidek oltin zira, o'z chichimu yoki uloqmu, ikki o'rim chichi tapiniga tushib turgan oq pishma ayol kirishi bilan bir qo'lini ko'ksiga ilib, ikkinchi qo'li bilan chichining uchini tutgan holda shundoq ta'zim qildiki,
uning noz karashmalaridan har qanday bahs kishining yuragi og'may mumkin emas. G'ini Livan ayolning xushkepsiz degan takallufini anglamadi atimolim. Ayolning surishtiga, jilvisiga maftun bo'lgandek qarabla qapti. U hatto shamol o'tib ketgandek yenikkina dastlab chiqib ketgan ayolning kaynidan ko'z uzmadi. Voy, g'unjun ko'rmagan buqa, odamni xijil qilmay, skating bilan o'ltar, dedi o'ng'aysizlangan Ömer. Avut kalva uyga kiribla yostiqqa qing'iyib shu an xo'rak tortishga boshlagan edi. Livan ayol yana paydo bo'ldi. Do'gilak patnusda pishqan juja, necha turlik so'g'say, optob osmon gardin qumrida musallasni jo'ziga qo'ydi va qo'llarini ko'ksiga ilib, tabassum ichra asta. Xush kelibsizlar, dedi va Ömerga qiyo beqib, Ömer aka, mehmonni siz miliki qilib turing, men g'izo tutish qilay. Mushularmo yetarlik, kechida avar bo'lma ayak, dedi o'z xotiniga muomala qilgandek Ömer. Uning bu xil beqi tiligiga G'inining g'ijig'i keldi-yu, lekin aptini buzmay, rahmat, avar bo'lmang hada, o'zarxonlik qildi u. Avar bo'lg'idek ish yo'q, mehmon uchun tasadduq, xush kelibsizlar, dedi-da, ikki o'rim chechini sag'risida o'ynatib chiqib ketdi. Sining bu nima? Qo'pol so'radi kunchiliki tutgan G'ini. Nima bo'lishni xohlaysan? Xuddi o'z xotiningdek qiliqlarni qilsana? Yana shu saraliq dangallig'ing borda, narqi navosini surishtirib nima qilatding? Ip kelganda qantin chaqmamsan, ahmoq. Yemishim hozir javob G'ini loyig'ida so'z topolmay qoldi. Izit qushalik, quya harag'ingdan. Mana amdi aksinga kelding, palvon. Ikki piyolaga sharob quyildi. Chanqigan odamlardek g'urtultib ichdi. Ay kinga it, mayaga kirib biz bilan jung surishsin-da. Asta-asta palliga qilishyapsan, saraliq. Xo'p, deganingni bajo keltiray. Ömer ichkari kirib ketishiga piyolani liq to'ldirib ichivatdi, qilinlashmoq bo'lgan G'ini. Voyay, sat bo'lmamdi, nim deganlar bu Ömerka. Tartingandek nozlanib kirib keldi Oyimxon. Uning oppoq biligini Ömer tutvolganligini ko'rib, yana rashqisi qo'zg'aldi G'inining. Amdi o'z qo'ling bilan quyib, o'z qo'ling bilan juvaysan. Payza shuningda-da, qandoq dedim palvon, deb G'iniga ko'z qisdi Ömer. Oyimxon tartinchoq qizlardek tilining uchini lip chiqarib, ayminibgina yaktiz o'ltardi. Uning angniga sepilgan mushuk iparining xush bo'yi G'inining dimig'iga guppida urildi va ko'ngil xo'shligini qo'zg'avatdi. Bu aksi uxlag'il keldimikin? Yerkangandek chiroyini turdi Oyimxon, xo'rak tartib uxlayotgan Avutqa beqib. Bo'sh uy bormi? So'rdi kalvadan bizar bo'lgan G'ini. Bo'lmamdigan inim, dedi G'inining maqsadiga tushungan Oyim. Bu kalvani dumlab qo'yay, bir oz dam yesin, dedi-da, zakilaqliq sabini ko'targandek xila bastlik Avutni ko'tarib mandi. G'inining kaynidan Oyimxon bilan Ömer qo'rg'ilashdi. Ular Avut kalvani joylashtirib qaytib kirishganda, Oyimxon qo'llarini qo'shtirib, xush kelibsizlar, deb ta'zim takalluf qilgandan keyin yak tizlinib o'ltirib choy qo'yishga boshladi. Choy ichildi, may ichildi. Birinchi qadahni Oyimxon zo'rg'a ichdi. Ikkinchi qadahni xolab ichdi. Qolganlarini qizirib ichdi. Bayotin arini to'sab turgan hayo pardasi ko'tarildi. Oyimxon ichilib, yeyilib ketdi. Majun qo'shilgan ta'mlik singchayni icha, kayfi qiyomiga yetib, ruhi xushallig'i saylani qilishga boshlagan G'inining ko'ziga Oyimxon ujumoq qizlaridan mujjonon, dilikash ko'rinishga, uni maftun qilishga boshladi. Ayak, dedi bir kamda Ömer. Go'yo u bu uyning xo'jasidek qiyofatda. Satang naqshlarini boshlag'ina? Nima deding? Ömerga qadaldi xafa bo'lgan G'ini. Yana pasaytib, ayak deydigan bo'lsang, nuqlangni olaman, bilib qo'y go'sh. Vay boshlaridan o'rgilay, vay sumbatliq bo'ylarining sadiqisi bo'lay, baturum, palvinim. Bo'ldoy, qalg'ashdak vichirlapla ketding-ku.
Sadaqaning azrog'i bizgami qolsin-da. Asad qildi, bargancha G'ani tarafgarak siljib, ko'z o'ynatishga boshlagan Oyimxonni kunlagan Ömer. Xaridori bo'lsa, sexilig'im yetgulik. Oyimxon qaqaqlab kuldi. Yeshi xiliga yetgan bo'lsa-mu, ovozning bejirimligi va unchidek tishlarining noqutdek oqligi o'snini avutib turadi. Dutarani qo'ling olsana. Bu qatim iltimos qildi. G'anidan aymangan Ömer. G'inam xush ko'ramdikin tang? Nazlangan Oyimxon xumalashgan ko'zlarini o'ynoqlatib. Xush ko'rmamdan, dedi G'ani. Harir atlas ko'ynakni tepib chiqib ketadigandek deg'irab turgan Oyimning ko'ksidan ko'z uzmay, uning tumanlashgan kallasida onasimu, qizimu degan g'arazlik savol o'ynaydi. Oyimxon chalg'u asboblari tiziqliq cho'ng mihrobcha uyuqni ko'rsatib, "Duttarmu, ravabmu? Dab nag'mis qilib beraymu G'inam?" G'ani javob bermadi. U sehrlangan odamdek, balkim Majnun kayfi o'tib ketgandir. Dam oyimga, dam chalg'u asboblarga qaradi. Satang naqshlari ravob patisiga yaxshi choplashidi. Ravobni chal. G'ani uchun Ömer javob berdi. Sizlar jim o'ltasizlar bo'lamikin? Ömer go'shum, bugun G'inamdan cho'ng, aziz mehmonim yo'q. Jumusizlar? Bu tariqa nafs aqidalar kimni tavratmasin, kimning shahviy ixtirosini qo'zg'amasin, yosh yigit tavrinib ketdi. U Livan satanga devindi-yu, tamkinlik g'olib keldi. Nafsi taqazzosini zo'rg'a bosdi. Ungacha bulbul misol sayrashga boshlagan ravobga jo'r satang naqshisi yangrashga boshladi. Oq kaptarmu undashgan, ko'k kaptarmu undashgan, ajabmu yomon ekan qorong'uda ko'rishgan. Oq kaptar uchalaydi, ko'k kaptar uchalaydi. Oshni tutsang Livan tut, ajab tatliq kutalaydi. Aytishni bilsa, naqshining yomoni bo'lmaydi. Oyimxon tajribalik naqshchi ekan. U sho'x, jo'shqin naqshlarning mohiri ekan. Naqsha aytgan chog'da so'l mangizni sal qing'aytib, chalg'u o'zligiga chirpashqandek, uning yong'oqqa tushib turgan sekiligi ravob pədələrini yelpigəndək silkinətdi. Ravob bilan yoğurlashib ketgandek qiladi. Bu holat uni texmu yiqimliq, jazbilik ko'rsatdi. G'ani naqshni to'liq angladimi, yo'qmi noma'lum. Lekin u shu paytda samoviy to'lqinlar ichra uzmakda edi. Ravobdan keyin duttar, ondin dab nag'misi, usul pədisi bilan tongga ulashdi. G'ani atisimu, o'gunimu bu uydan uzilib chiqib ketolmadi. Kechini kunduzga ulab degidek 6 kun kayf safa surdi. 2 otning puli pak-pakiza tugab, oz to'la qarzdormu bo'ldi. 7-chi kuni Oyimxon shunqor qo'ldan chiqib ketmasning amalini qildi. Yaqinlarining birisining qizini sala-sula bilan chetib qo'yishdi va shu ho'ylada uy tutib berib, ich kuyug'ul hisobida tutib qoldi. Aldiraqsan kunlar o'tib, bir farzand topdi-da, oyiqlari oila yipiga chetildi. Bu voqea uning o'ngimi, tushimi o'zimi bilmay, sezmay qolgan edi. G'anining ko'z oldidan shu sehrli kecha va uningga ulashib davom qilgan 6 kunlik qismatlar tizilib o'tganda, yuragi qisilgandek qildi-da, o'rnidan chachrab turdi va tamaki xaltasini peqirtib tashlavetib, itiga mindi. Shu ko'ngilsiz xiyollardan qochgandek otni choptirdi. U shu ozg'un kechini, shu pushmon xaltasi kechini asdan chiqarolmay qiynaldi. Cho'lpon qizni birinchi ko'rganda bo'lsa, bu pushmon xaltasi texmu ig'irlashgan edi. Davomi bor.